Doktor Ali kompleksi nima uchun kerak va nima uchun kompleks deb nomlanadi? Hozirgi kunda eng ko'p kasalliklardan biri xavfli omillarga olib kelayotgan kasalliklar, ya'ni qon bosimi, onkologik kasalliklar, bo'g'im kasalliklari, peshob yo'li, prostatit, jinsiy zaiflik, ayollar gormonal buzilishlar, klimaks davri, bolalarda uchrayotgan gijja kasalliklari hozirgi kunda avj olib kelmoqda. Bu kasalliklarni kompleks, ya'ni hech qanday ziyonsiz organizmga davolash uchun kompleks Doktor Ali mahsulotlari ishlab chiqarilgan. Ya'ni organizmda bo'layotgan kasalliklarning sabablari asabiylashish, har xil gormonal, kimyoviy moddalarni haddan tashqari ko'p iste'mol qilish, spirtli ichimliklarni ko'p iste'mol qilishlik, sigaret, nos, bundan tashqari har xil mahsulotlar iste'mol qilish odam organizmi uchun hozirgi kunda juda ko'p og'ir holatlarga olib keladi. Ya'ni kasallikning rivojlanish, mutatsiya olish jarayoni, ya'ni oddiy antibiotikga ta'sir qilishi, antibiotik iste'mol qilganimizda tezroq qoluvchi kasalliklarni hozirgi kunda davolash juda asta-sekinlik bilan qiyin olib borilmoqda. Ya'ni bular, ya'ni mutatsiya deganda organizmdagi kasallikni quvvati yana ham oshib ketyapti. Ya'ni dorilar ta'sir qilish jarayoni ancha sekinlashib bormoqda. Albatta bu kasalliklarni davolashda bizga birinchi navbatda tabiiylikka e'tibor qaratishimiz, organizmni sog'lom ozuqa, ya'ni sog'lom tabiiy mahsulotlar bilan tozalashimiz muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Ya'ni organizm tabiiy mahsulotlar bilan tozalaganimizda bizga mana Doktor Ali kompleks mahsuloti katta yordam beradi. Ya'ni organizm tozalaganimizda har bir kasallikdan yig'ilayotgan chiqindilar, shlaklar, toksinlar, qon quyuqlash holatlari, qon tomirlarida tromb yig'ilishlari, ya'ni bular hammasi insult, infarkt xavfini oshiruvchi omillar hisoblanadi. Bularda albatta bizda Doktor Ali choy tarkibidagi 25 xil giyohlar bu xususiyatlarni yo'qotib, organizmda quvvat manbaini oshirib, hujayralar, to'qimalar jarayonini mo'tadillashtirib, balansda bir xilda ushlab turishga yordam beradi. Bundan tashqari organizmda kamqonlik, anemiya holatlari, ko'p asabiylik holatiga olib keladi. Bo'g'imlar kasallikka rivojlanishiga, onkologik kasalliklar rivojlanishiga, bundan tashqari hujayra to'qimalari quvvat pastlab ketishiga olib keladi. Bu kasalliklarni yengishga albatta bizda Doktor Ali balzami, ya'ni quvvatni oshiruvchi, immunitetni bag'ishlovchi, xush kayfiyat qiluvchi, ya'ni organizmdagi hozirgi kunda rivojlanayotgan onkologiya, qon bosimi, bo'g'im kasalliklari, jigar sirrozi kasalliklarini yengib o'tishimizda juda katta yordam beruvchi mahsulot hisoblanadi. Bundan tashqari Doktor Ali kapsulalari, ya'ni bular yog'lardan tashkil topgan bo'lib, kalsiy yetishmovchiligi, ya'ni bo'g'imlardagi artroz, artrit, poliartrit, bo'g'imlarda qayrilish, qiyshayish holatlari, yemirilish holatlarining darajasi ortib bormoqda. Bularga bizga Doktor Ali kapsulasi tarkibidagi kunjut yog'i, ya'ni kalsiyga eng ko'p boy mahsulotlar, tabiiy mahsulotlar tarkibiga kiruvchi hisoblanadi. Bu bo'g'imlarda uchrayotgan kasalliklarni oldini olib, bartaraf etishga juda katta yordam beradi. Bundan tashqari bizda Doktor Ali marmelati, ya'ni hozirgi kunda bolalarda uchrayotgan asabiylik, ko'zni pirpiratishlar, nevroz kasalliklari juda avj olib bormoqda. Ularga qo'shimcha gijja kasalliklari, ya'ni gijjani hisobiga bolalarda oq dog'lar, vitiligo kasalliklari, har xil teri kasalliklar, allergiya, nafas yo'li kasalliklari, surunkali bronxit, astmagacha olib keladi. Ularni tozalashda bizni alato marmelatimiz tarkibidagi achchiq tarvuz. Ular organizmni tozalovchi, shlak toksindan olib chiqib ketish, bundan tashqari gijjalarning barcha turlarini xaltasi bilan tushirishga yordam beradi. Ya'ni bolangizni o'zingiz xohlagan holatda tabiiy yo'l bilan kompleks holatda davolashingizga juda katta yordam beradi. Ya'ni Doktor Ali kompleksi nima uchun kerak? Bu oilaviy sog'lig'ingiz uchun bir xil me'yorda ushlab turish, organizmingizni har bir kasallikka tayyor holatda ushlab turish uchun juda katta yordam beruvchi kompleks mahsulot hisoblanadi.